Assalomu alaykum aziz do'stlar. Kanalimiz obunachilari va ushbu videoni tomosha qilayotgan har bir yurtdoshim. Bugun men siz bilan hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan, ko'pchiligimizni qiynayotgan va shu bilan birga katta imkoniyatni o'z ichiga olgan bir mavzu haqida gaplashamiz. Millionlab yurtdoshlarimiz, ehtimol siz ham davlat bankidan olinishi mumkin bo'lgan juda katta miqdordagi mablag'dan bexabar bo'lishingiz mumkin. Balki bu haqda eshitgandirsiz, ammo qanday olishni bilmaysiz. Bugungi videomizda aynan shu savolga juda batafsil javob beraman. Bu ma'lumot har birimiz uchun nihoyatda muhim. Chunki u sizning shaxsiy moliyaviy ahvolingizga bevosita taalluqlidir. Shuning uchun iltimos videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Hozirroq kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosing. Bu sizning qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun juda muhim. Muammoning mohiyati shundaki, o'z vaqtida, ya'ni o'tgan asrning taqvim yillari oxiri va to'qim yillari boshlarida ko'plab fuqarolarimiz o'z jamg'armalarini davlat banklarida, xususan Xalq banki, o'sha paytdagi Omonat banki kabi muassasalarda saqlashgan. Bu pullar odatda kelajak uchun bolalar o'qishi, uy-joy sotib olish, pensiya davri uchun yig'ilgan qiyinchilik bilan topilgan mablag'lar edi. O'sha paytda banklarga ishonch juda yuqori bo'lib, odamlar o'z pullarining xavfsizligiga va qadrsizlanmasligiga to'liq amin edilar. Ammo Sovet tizimining parchalanishi va iqtisodiy islohotlar davrida inflyatsiya va milliy valyutaning kiritilishi sababli bu jamg'armalar o'z qadrini deyarli butunlay yo'qotdi. Hatto minglab sovet rublari bir kechada arzimas chaqaga aylanib qoldi. Odamlar bir umrlik mehnatlari natijasini yo'qotganlari uchun chuqur tushkunlikka tushdilar. Bu nafaqat moliyaviy yo'qotish, balki psixologik jarohat ham edi. Ko'plab keksa yoshli fuqarolarimiz hanuzgacha o'sha og'ir damlarni achinish bilan eslaydilar. Davlat bu muammoni tan oldi va fuqarolarning yo'qotilgan jamg'armalarini qisman bo'lsa ham qoplash maqsadida turli vaqtlarda maxsus kompensatsiya dasturlarini ishga tushirdi. Bu dasturlar orqali avvalgi sovet rublarida saqlangan omonatlarning qisman qiymatini hozirgi milliy valyuta so'mda qaytarish imkoniyati yaratildi. Ya'ni bu shunchaki bonus yoki sovg'a emas, balki tarixiy adolatsizlikni qisman tiklashga qaratilgan qonuniy to'lovdir. Shu bois bugun biz aynan shu katta to'lovni qanday qilib qonuniy yo'l bilan olish mumkinligini batafsil ko'rib chiqamiz. Endi esa ushbu jarayonning eng muhim qismiga o'tamiz. Nimalarni bilish kerak, kimlar tashvishlanishi kerak va kimlar uchun bu to'lov tegishli emas. Bu kompensatsiya dasturi barcha fuqarolar uchun ham bir xil tarzda amal qilmaydi. Bu yerda bir nechta muhim shartlar va mezonlar mavjud. Avvalo, sizning depozitingiz sovet davrida, aniqrog'i 1992 yil 1 yanvargacha ochilgan bo'lishi shart. Agar sizning omonatingiz 1992 yil 1 yanvardan keyin ochilgan bo'lsa, u holda bu kompensatsiya sizga tegishli bo'lmaydi. Chunki undan keyingi omonatlar boshqa iqtisodiy sharoitlarda va boshqa qonunchilik doirasida shakllangan. Bu cheklovning sababi aynan 1992 yilgacha bo'lgan davrda sovet rublining keskin qadrsizlanishi va iqtisodiy o'zgarishlar sodir bo'lganligidadir. Kimlar uchun bu haqiqatan ham dolzarb? Birinchi navbatda pensiya yoshidagi fuqarolar, ya'ni 1992 yilga qadar yetarli darajada pul jamg'argan va bugungi kunda ham ushbu jamg'armalari mavjudligi haqidagi eslatmalar yoki hujjatlar saqlanib qolgan insonlar. Shu bilan birga o'sha davrda bolalar nomiga ochilgan bolalar omonatlari ham alohida e'tiborga olinadi, chunki ular ko'pincha uzoq muddatga, ya'ni voyaga yetguncha saqlangan. Kompensatsiyaning hisoblash mexanizmi. Bu yerda eng muhim nozik jihatlardan biri bu qanday qilib eski sovet rublari hozirgi milliy valyutaga aylantiriladi. To'lovlar odatda maxsus koeffitsiyentlar asosida amalga oshiriladi. Bu koeffitsiyentlar hukumat qarorlari bilan belgilanadi va vaqt o'tishi bilan o'zgarishi mumkin. Ular odatda o'sha davrdagi rublning sotib olish qobiliyatini qisman tiklashga harakat qiladi, lekin to'liq emas. Misol uchun, bir paytlar belgilangan koeffitsiyentga ko'ra har bir 1 sovet rubliga ma'lum miqdordagi hozirgi so'm to'lanishi mumkin. Ammo bu summa ko'pincha ma'lum bir cheklov bilan beriladi. Masalan, bitta omonat bo'yicha maksimal kompensatsiya miqdori belgilanishi mumkin. Bu davlatning byudjet imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda amalga oshiriladi. Keling, bir nechta aniq misollarni ko'rib chiqaylik. Birinchi misol. Malika opa 1945 yilda tug'ilgan. U 1990 yilda Omonat bankida 5000 sovet rubli miqdorida pul jamg'argan. Bu pulni u kelajakda nevaralariga to'y qilish uchun yig'ayotgan edi.
Jamg'arma kitobchasi Sberkinishga hali ham uning uyida saqlanadi. Malika opa yillar davomida bu puldan umidini uzgan edi. Chunki uning qiymati yo'qolgan deb o'ylardi. Bir kuni u qo'shnisidan Davlat bankidan eski omonatlar uchun kompensatsiya to'lanayotganini eshitdi. U Xalq banki filialiga murojaat qildi. Bank xodimi uning hujjatlarini o'rganib chiqdi. Faraz qilaylik, hozirgi qonunchilikka ko'ra har bir sovet rubli uchun 1500 so'm kompensatsiya to'lanishi belgilangan. Ammo maksimal to'lov miqdori bir kishi uchun 5 million so'mdan oshmasligi sharti bilan. Malika opaning 5000 rubli 7 million 500 ming so'mga teng bo'ladi. 5000 1500 7500 ming. Lekin yuqorida aytilgan cheklov tufayli Malika opa faqat 5 million so'm kompensatsiya olishi mumkin bo'ladi. Bu uning uchun kutilmagan va juda katta yordam bo'ldi, ayniqsa pensiya yoshida. Bu mablag' unga kundalik ehtiyojlarini qondirishga, dori-darmon xarid qilishga yoki uyini ta'mirlashga yordam berishi mumkin. Ikkinchi misol. Jasur aka 1960-yilda tug'ilgan. U 1945 yilda o'g'lining voyaga yetishi uchun bilgin sovet rubli miqdorida bolalar omonati ochgan edi. Bu omonat turi boshqalardan farqli o'laroq biroz yuqoriroq foiz stavkasiga ega bo'lgan va uzoq muddatga mo'ljallangan edi. Jasur aka keyinchalik bu omonat haqida unutib yuborgan, chunki milliy valyuta o'zgargach uni ahamiyatsiz deb bilgan. Yillar o'tib o'g'li uylanganda Jasur aka tasodifan eski hujjatlarni varaqlab, ushbu omonat kitobchasini topib oldi. U bankka murojaat qildi. Ma'lum bo'lishicha, bolalar omonatlari uchun alohida biroz yuqoriroq koeffitsient qo'llanilishi mumkin. Masalan, har bir rubl uchun 2000 so'm. Bu holda rubl uchun 2000 so'm. Bu holda 1000 rubl 2 million so'mga 2000 ming teng bo'ladi. Agar ushbu to'lovda ham maksimal chegara mavjud bo'lsa, u ham ushbu chegara ichida bo'ladi. Bu Jasur aka uchun, shuningdek, uning o'g'li uchun ham foydali bo'ldi, chunki omonat o'g'li nomiga bo'lgan. Uchinchi misol, Karimovlar oilasi, oila boshlig'i 1990 yilda 20 ming sovet rubli miqdorida uy-joy qurish uchun omonat ochgan edi. Bu o'sha paytda juda katta mablag' hisoblanardi. Biroq iqtisodiy o'zgarishlar tufayli bu pulning qiymati yo'qoldi. Karimovlar oilasi uzoq yillar davomida bu pulni unutishga harakat qilishdi. Ular ham kompensatsiya dasturi haqida eshitib bankka murojaat qilishdi. Agar ularga ham 1500 so'm koeffitsient qo'llanilsa, 20 ming rubl 30 million so'mga teng bo'lishi kerak edi. 20 ming, 1500 30 mingga. Ammo yuqorida aytilganidek, davlat odatda bitta shaxsga to'lanadigan maksimal kompensatsiya miqdorini cheklaydi. Masalan, 5 yoki 10 million so'm. Bu shuni anglatadiki, ular omonatning barcha qiymatini emas, balki faqatgina maksimal ruxsat etilgan miqdorni olishlari mumkin bo'ladi. Shunga qaramay, bu ham ularning moliyaviy ahvolini sezilarli darajada yaxshilaydi. Kimlar uchun bu to'lov tegishli emas yoki tashvishlanmaslik kerak? Agar sizning omonatingiz 1912 yil 1 yanvardan keyin ochilgan bo'lsa, yoki siz omonatingizni o'sha davrdagi barcha pul birliklari almashtirish jarayonlarida allaqachon to'liq yechib olgan bo'lsangiz, yoki sizning omonatingiz davlat banklarida emas, balki boshqa turdagi, masalan, kooperativ yoki xususiy banklarda saqlangan bo'lsa, agar bunday banklar o'sha paytda bo'lgan bo'lsa, u holda bu kompensatsiya sizga tegishli bo'lmaydi. Shuningdek, agar siz ilgari, masalan, 2000 yillarning boshlarida yoki o'rtalarida o'tkazilgan birinchi bosqich kompensatsiya dasturlaridan allaqachon foydalanib, o'z mablag'ingizni olgan bo'lsangiz, ikkinchi marta olish imkoniyatingiz bo'lmaydi. Bu qonunchilikka ko'ra bir martalik to'lov hisoblanadi. Endi esa ushbu jarayonning muhim qismiga istisnolar, tuzoqlar va ko'zdan yashirin nozik jihatlarga to'xtalib o'tamiz. Bu yerda ehtiyot bo'lish va barcha tafsilotlarni tushunish juda muhim. Chunki bu xatolar pulingizni olish imkoniyatini yo'qotishingizga olib kelishi mumkin. Birinchi va eng katta muammo bu hujjatlar bilan bog'liq bo'lgan qiyinchiliklar. Ko'pchilikning omonat kitobchalari Sberkinishga yo'qolgan, eskirgan yoki umuman saqlanmagan bo'lishi mumkin. Ba'zida ism familiyada xatolar bo'ladi yoki pasport ma'lumotlari o'zgargan bo'ladi. Bunday holatda nima qilish kerak? Agar omonat kitobchangiz yo'qolgan bo'lsa, vahima qilishga shoshilmang. Avvalo, omonat ochilgan bank filialiga murojaat qilishingiz kerak. Banklar arxiv ma'lumotlarini saqlaydi va sizning murojaatingiz asosida omonat mavjudligini tasdiqlovchi ma'lumotlarni topishi mumkin. Agar bank u holda sud orqali omonatning mavjudligini tasdiqlash yo'lini ko'rib chiqish mumkin.
Bu bir oz murakkabroq jarayon, lekin imkonsiz emas. Bunda siz o'sha davrda bankda pul saqlaganligingizni tasdiqlovchi guvohlar, masalan, oila a'zolari, qo'shnilar yordami yoki boshqa har qanday bilvosita dalillar, masalan, ish joyidan ma'lumotnoma, o'sha davrdagi daromad to'g'risidagi hujjatlar bilan sudga murojaat qilishingiz mumkin. Notariuslar ham ba'zi hujjatlarni tiklashda yordam berishi mumkin, masalan, meros bilan bog'liq ishlarda. Keyingi muhim jihat bu vaqt cheklovlari. Ko'pincha bunday kompensatsiya dasturlari ma'lum bir muddatga mo'ljallangan bo'ladi. Ba'zida ma'lum bir bosqich tugagach dastur yana qayta boshlanishi yoki yangilanishi mumkin. Shuning uchun doimiy ravishda davlat banklarining rasmiy saytlaridagi yangiliklarni kuzatib borish yoki bank filiallariga murojaat qilib ma'lumot olish muhimdir. Agar siz avvalgi bosqichlarni o'tkazib yuborgan bo'lsangiz, umidingizni uzmang, chunki ba'zida yangi bosqichlar e'lon qilinishi mumkin. Ayniqsa keksa fuqarolar uchun. Merosxo'rlar va meros masalasi ham murakkablikka ega. Agar omonat egasi vafot etgan bo'lsa, uning merosxo'rlari bu kompensatsiyani talab qilish huquqiga egami? Ha, albatta. Ammo bu yerda meros huquqini tasdiqlovchi hujjatlar talab qilinadi. Bu vasiyatnoma, merosga bo'lgan huquq to'g'risidagi guvohnoma bo'lishi mumkin. Agar merosxo'rlar bir nechta bo'lsa, barcha merosxo'rlar birgalikda murojaat qilishlari yoki ulardan biri boshqalarning ishonchnomasi bilan ish tutishi kerak bo'ladi. Bu jarayon notarius orqali rasmiylashtiriladi va ancha vaqt talab qilishi mumkin. Shuning uchun meros bilan bog'liq barcha hujjatlarni oldindan tayyorlash va ularning to'g'riligiga ishonch hosil qilish zarur. Turli banklar masalasi. Agar omonat boshqa davlat bankida saqlangan bo'lsa, masalan, o'sha davrda mavjud bo'lgan boshqa banklarda, lekin hozirda ular birlashib ketgan yoki nomini o'zgartirgan bo'lsa, nima qilish kerak? Umumiy qoida shuki, agar omonat davlat bankida bo'lgan bo'lsa, u holda hozirgi voris bank odatda Xalq banki bunday turdagi omonatlar bo'yicha asosiy voris hisoblanadi, javobgardir. Shuning uchun Xalq bankining eng yaqin filialiga murojaat qilish eng to'g'ri yo'l hisoblanadi. Ular sizga qaysi bankka murojaat qilishingiz kerakligini yoki ma'lumotlarni qanday topish mumkinligini aytib berishadi. Eng nozik nuanslardan biri bu aldov. Ba'zida olingan kompensatsiya miqdori odamlarning kutgandan ancha kam bo'lishi mumkin. Bu albatta odamlarda norozilik uyg'otadi. Ammo shuni unutmaslik kerakki, davlat tomonidan to'lanayotgan bu kompensatsiya o'sha pullarning o'sha davrdagi sotib olish qobiliyatini to'liq tiklashni maqsad qilmaydi. Bu qisman, ammo adolatli bir yordamdir. Iqtisodiy vaziyat, byudjet imkoniyatlari va pulning o'sha davrdagi xususiyatlari inobatga olingan holda qandaydir bir formulalar asosida hisob-kitoblar amalga oshiriladi. Shuning uchun haqiqiy holatni tushunish va kutilmalarni to'g'ri boshqarish muhimdir. Va albatta, firibgarlikdan ehtiyot bo'lish lozim. Afsuski, bunday dasturlar e'lon qilinganda firibgarlar ham faollashadi. Sizga go'yoki bankdan qo'ng'iroq qilib kompensatsiyani rasmiylashtirish uchun karta raqamingiz, shaxsiy ma'lumotlaringiz yoki hatto ma'lum bir pul miqdorini talab qilishlari mumkin. Hech qachon bunday ma'lumotlarni telefonda bermang. Davlat banklari hech qachon sizdan kompensatsiya uchun oldindan to'lov talab qilmaydi yoki shaxsiy kartangiz ma'lumotlarini so'ramaydi. Har qanday shubhali holatda faqat bankning rasmiy filiallariga shaxsan murojaat qiling yoki rasmiy ishonch telefonlariga qo'ng'iroq qiling. Uchinchi shaxslarga yordam beraman deganlarga ishonmang. Qonunchilikdagi o'zgarishlar. Bu turdagi kompensatsiya dasturlar vaqt o'tishi bilan qonunchilikka kiritiladigan o'zgarishlarga bog'liq bo'lishi mumkin. Bugungi kunda amal qilayotgan qoidalar ertaga yangilanishi yoki o'zgarishi mumkin. Shuning uchun imkon bo'yicha tezroq harakat qilish va doimiy ravishda davlat banklarining rasmiy manbalaridan ma'lumot olib turish maqsadga muvofiqdir. Endi esa eng muhim qismga amaliy maslahatlarga o'tamiz. Sizga aniq qadamlar, qayerga borish kerakligi, qanday hujjatlar to'plash kerakligi va nimalarni yozish kerakligi haqida ko'rsatmalar beraman. Bir qadam, hujjatlaringizni tekshiring. Avvalo, uyingizdagi barcha eski hujjatlarni, ayniqsa 1992 yilgacha bo'lgan davrga oid qog'ozlarni ko'zdan kechiring. Sizga birinchi navbatda Sovet davridagi omonat kitobchasi berkinishi kerak bo'ladi. Unda sizning ism familiyangiz, omonat raqami, ochilgan sana va pul miqdori yozilgan bo'ladi. Shuningdek, shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat, pasportingizni, agar mavjud bo'lsa, omonat ochilgan paytdagi pasportingiz ma'lumotlarini ham tayyorlang. Agar omonat egasi vafot etgan bo'lsa, uning o'lim haqidagi guvohnomasi va merosga bo'lgan
huquq to'g'risidagi guvohnoma kerak bo'ladi. Ikkinchidan, bankni aniqlang. Sizning omonatingiz qaysi davlat bankida ochilganligini aniqlang. Ko'pincha bu omonat banki bo'lgan hozirgi Xalq banki. Agar aniq bilmasangiz, Xalq bankining har qanday filialiga murojaat qilish orqali ma'lumot olishingiz mumkin. Ular sizga omonatning qaysi bankka tegishli ekanligini topishda yordam berishlari mumkin. 3 qadam, bankka shaxsan tashrif buyuring. Telefon orqali emas, balki shaxsan bankka boring. Eng yaqin Xalq banki filialiga boring va mijozlarga xizmat ko'rsatish bo'limi yoki depozitlar bo'limiga murojaat qiling. Ularga menga Sovet davridagi omonatlarim bo'yicha kompensatsiya to'lovlari olish imkoniyatlari haqida ma'lumot bera olasizmi deb aniq savol bering. Shu bilan birga mening eski jamg'arma kitobcham bor yoki yo'qolgan. Lekin ma'lumotlarim bor deb tushuntiring. 4 qadam, arizani to'ldirish. Bank xodimi sizga maxsus ariza shaklini beradi. Bu arizada siz o'zingizning shaxsiy ma'lumotlaringizni, ism, familiya, pasport seriya va raqam tug'ilgan sana, yashash manzili, omonatga oid ma'lumotlarni, omonat turi, raqami, sanasi, summasi agar eslab qolgan bo'lsangiz, to'ldirishingiz kerak bo'ladi. Iloji bo'lsa, omonat kitobchangizni ilova qiling. Bank xodimiga vaziyatni tushuntiring. Ular sizga bank arxivlarida ma'lumotni qidirish bo'yicha yordam berishadi. 5 qadam, kerakli hujjatlarni taqdim etish. Siz arizaga quyidagi hujjatlarning asl nusxasini va nusxalarini ilova qilishingiz kerak bo'ladi. Fuqarolik pasporti, asli va nusxasi. 2. Yashash joyingizdan ma'lumotnoma ba'zida talab qilinishi mumkin. Jamg'arma kitobchasi, sberkinishga agar mavjud bo'lsa asli va nusxasi. Jismoniy shaxsning soliq to'lovchining identifikatsiya raqami JSH yoki AIN nusxasi. 5. Agar omonat egasi vafot etgan bo'lsa, o'lim haqidagi guvohnoma va merosga bo'lgan huquq to'g'risidagi notarial tasdiqlangan guvohnoma, asli va nusxalari. 6. Agar siz pensiya yoshida bo'lsangiz, pensiya guvohnomasi nusxasi. 6 qadam, murojaatni topshirish va kutish. Barcha hujjatlarni topshirganingizdan so'ng bank xodimi sizning arizangizni ro'yxatdan o'tkazadi va sizga murojaatingiz ro'yxatga olinganligi haqida ma'lumotnoma berish kerak. Arizangiz ko'rib chiqilishi va ma'lumotlar tekshirilishi uchun ma'lum bir vaqt talab qilinadi. Bu muddat bir necha haftadan bir necha oygacha bo'lishi mumkin. Chunki arxiv ma'lumotlarini tekshirish murakkab jarayon bo'lishi mumkin. Bank sizni natijasi haqida xabardor qiladi. 7 qadam, mablag'ni olish. Agar sizning arizangiz ma'qullansa, bank sizni xabardor qiladi. Siz kompensatsiya summasini naqd pulda bank kassasidan olishingiz yoki o'zingizning bank hisob raqamingizga o'tkazishni so'rashingiz mumkin. Bu sizning xohishingizga bog'liq. Odatda banklar mijozlarga eng qulay usulni taklif qiladi. Agar hujjatlar yo'qolgan bo'lsa yoki ma'lumotlar noto'g'ri bo'lsa, nima qilish kerak? Yuqorida aytib o'tganimdek, bankka shaxsan murojaat qiling va vaziyatni tushuntiring. Siz bank direktori nomiga ma'lumot izlash bo'yicha ariza yozishingiz mumkin. Bu arizada siz omonatning taxminiy sanasini, bank filialining nomini agar eslab qolgan bo'lsangiz, omonat ochilgan paytdagi ism, familiyangizni va ehtimoliy omonat summasini ko'rsating. Bank xodimlari sizga bu jarayonda yordam berishlari shart. Sabr-toqatli bo'ling va vaziyatni batafsil tushuntirishga tayyor turing. Xulosa qilib aytganda, aziz do'stlar, davlat bankidan eski omonatlar uchun kompensatsiya olish bu haqiqiy imkoniyatdir. Bu shunchaki bir mish-mish emas, balki qonuniy asosga ega bo'lgan to'lovdir. Uzoq yillar oldin yo'qotilgan deb hisoblangan mablag'laringizni qaytarib olish uchun faqatgina sizdan ozgina harakat va sabr-toqat talab qilinadi. Bu jarayon bir oz murakkab tuyulishi mumkin, ammo yuqorida aytilgan qadamlarga amal qilsangiz, albatta maqsadga erishasiz. O'zingizning qonuniy haqqingizdan voz kechmang. Ushbu ma'lumot siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. Agar sizda bu borada savollar tug'ilgan bo'lsa yoki siz allaqachon kompensatsiya olgan bo'lsangiz, tajribangizni izohlarda yozib qoldiring. Sizning fikringiz va tajribangiz boshqalar uchun juda qimmatli bo'lishi mumkin. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Chunki biz siz uchun doimo eng dolzarb va foydali ma'lumotlarni taqdim etishga harakat qilamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni asrang.